Menedor uchun emas bu. Всем привет! Farg'onalik student qizi Toshkentdagi 2 haftalik produktlarimiz hosila bilan распаковка qilamiz. То есть to'liq 2 hafta emas, sal ko'proq ham ketadi. Bizda birinchi mahsulot. Ko'pchilik bilan что qiziqarli magazinimiz bor. Вот это у нас VIP. Qo'y, yarim yo'lda ochib, yarimini o'zi yedim. Oreo. Nechkina. Bu vishniyalik pechenniesi. A bu vishniyalik anaqaliga. Ruleta. Hop, niyatadan shunaqa vaflili shokolad. Meni xonadoshlarimga olib keldim. Anaqa. Holva, qo'qon holva. To есть yaxshiroq. Meni xonadosh qatorda deya bila tavba. Makofe. Еще makofe. Tarabika. Tarabikaning o'zi. Bu vitamini. Вот. Bounty Twix Snickers. Ko'rgan Miller. Vafli. Еще hamma bilgan bonka sok. Chaqilgan yong'oq. Yuzlangan o'rik. Nomini esimda yo'q. Pilka. Bu naqasi. Nutella. Bunaqa olib keldim xola. Qasdini olib keldim. Yaqinda doim bizga ovqat qidiradigan xolam Farg'onaga qaytib ketib qolyaptilar. O'shaning uchun o'zimda anaqamni zapasimni qilib ovqat tayyorlamaslik uchun shunaqa lopishlarni olib keldim bu dakda. Tayyorlanadigan eriydigan sir, erimaydigan sir. Yana bu tomatligi kilkani, servelat dan anaqa ekstra. Xola, dadam anaqa. Mol go'shti lahm 1 kilo. Bu tovuq go'shtini hali qanotchasi 2 kilo. Menedor uchun emas bu. Boshqa go'shtlar olib nomerlar. Qarashok 2 kilo, o'tkazlar 3 kilo olib ketaman, olib keldim 2 oyga beradi. Shu 2 haftalik produktda, если что orada yetmay qolsa magazindan olib chiqib turaman. Keyin orada uyga borib kelib qolishim mumkin, если что-ga. Всё, пока-пока.